Salom xonimlar va janoblar, bugun biz Articraftda boshdan kuchayishga harakat qilamiz. Undan tashqari bolalar, bizga media rank ham berilgan. Bu uchun hammalarga rahmat deb qolaman. Undan tashqari, agarda qo'shimcha ma'lumotlar va hamma narsani oldindan bilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqmasin. Mana bu mening Telegram kanalim. Bu kanalni esa mana shu Meteor Channel orqali Telegramdan topishlar mumkin. Bu Telegram kanali har kuni resurs paklar va yangiliklarni oldindan tashlab turaman. Buning uchun Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Umid qilamanki obuna bo'ldinglar. Menga o'xshab shinam o'rnash olgan bo'lsanglar, qanunda videoni boshladik. Mana bola nimaga boshdan boshlaymiz deganimiz ham sabab shu, meni bazam grif bo'lib ketgan, shuning uchun yangi baza qurib, hamma narsamiz grif, короче, kastalardan rut qilib kuchayishni boshlaymiz. Men bundaqa paxmoq qo'yib qo'ydim, bu ham katta bo'lishga ulgurmadi bechara. Xo'p, endi shunaqa qilib hamma narsamizni boshdan boshlashimiz kerak. Ungacha o'zimizga aslaha hisob turib, o'zimizga baza qurishga nezirga boramiz. Qani go. Mana nezirda bedrockga chiqib qoldik. Endi bet qazib o'zimizga keraklicha joy ochib, endi o'zimizga baza qurishni boshlasak ham bo'laveradi. Mana va nihoyat o'zimizga kerakli joyda qazib oldik. Endi bu yerda jihozlashimiz uchun sandiq va shunga o'xshash hokazo bezatishga narsalar kerak bo'ladi. Undan oldin biz bekka uyimizni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun setum qo'yib qo'yamiz. Endi esa bekka bir dona rega blok qo'yishimiz kerak. A few moments later. Mana ozgina daraxt chopib keldik. Endi daraxtlardan versta yasaymiz. Verstakni joyiga qo'yib turib, o'z kerakli josh uchun siq va shunga o'xshash hokazo narsalar yasaymiz. Asunduklarda esa ozgina joyda ko'pgina sig'ish uchun shunaqa qilib qulay qilib joylab chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki shunaqa qilsak ko'p narsalar sig'adi. Chunki bu anarxiya, qanaqadir SMP qilib narsalarni jihozlab chiroyli qilish shart emas. Yetmay qolgan ikkitasiga esa yana ikkita sandiq yasab turib joylashtirib qo'yamiz. Endi sizlarga o'zim oldin grif bo'lib ketgan uyimni ko'rsatmoqchiman. Xullas, mana o'sha videolardagi legendarniy baza. Pastda ikkita jitellar bor. Jitel tuxumini qo'yganimdan keyin men ikkitasini ham mening sotadigan qilganman. Bittasi 12 taga sotadi, nari tarafdagisi 27 taga. Xo'sh, undan tashqari bu yoqlarda men bundaqa pul ishlaydigan narsalar ham qurganman. Xullas, men shishalar asosiylar o'zi tayyor qilib beradi. Undan tashqari men bittashi menilarim solib qo'yganman. Ba'zi grif bo'lib ketganda bu yerda nezilitetlarim bor edi, bular grif bo'lmagan. Undan keyin bir ikkita sfera, shunga o'xshash narsalar bor. Nari tarafda ferma, xullas hokazo narsalar bor. Xo'sh, bu yerda nima region olsak, undan keyin uyimizga region qo'yib qo'yamiz. Chunki biz ikkita, 3 tadan oshiq region qo'ysak bo'lmaydi. Xo'sh, qani bu mazamiz ketdi. Bu yerdan ozgina pastga qazib turib regionimizni qo'yadigan bo'lsak, bazamizni pastdan turib tepaga grif qilish ancha-muncha qiyin bo'ladi. Chunki ba'zi yerlarda regionini grif qilayotganda regionda o'zi yo'q bo'lib ketsa ham ba'zilar himoyalangan turaveradi. Xullas, shunaqa gaplar. Mana ancha-muncha qilib oldik. Zerikib ketdim xullas. Endi bolalar kastilga borishga qaror qildim. Qani bo'lmasa kastilga yo'l olamiz. Oho, odamlarning ko'pligini qaranglar. Bo'pti, ularga anqaymasdan, o'zi biz indamasdan o'g'irligimizni boshlaymiz. Qani, yo bismillah. Yo, qizil qalpoqchani shapkasi qolib ketdi-ku. Tezda ichidan somsalarini olib olaylik, qani.
Aha, yaxshi narsa tushmadi baribir. Hayot go'zal-ku deb qo'shiq aytib yurganimda oldimdan bitta bola chiqib qoldi. Keyin qayoqdandir qo'lim qichib tep ketdim. U bola ham software bo'lib chiqdi. Shunaqa qilib aylanma zarbalardan berib turib, meni sekingina spawnga jo'natib yubordi. Bola, agar sizlar o'zingizlar uchun kerakli resurs pack yoki vizual istakkan bo'lsanglar, finanslar uchun bu kanalda короче mana IP'si Mixer Visual desanglar chiqadi. Undan tashqari men bu kanalga kiradigan bo'lsanglar, hamma narsa shu yerda, bilamaslar ko'rinmayapti. Chunki hozir bu yerda zapis bo'lmaydi. Shu kanalga kirib visual resurs paklarni tekinga olishlar mumkin. Hammaga rahmat bola, obuna bo'lasiz degan umiddaman. Undan keyin esa xafa bo'lish yo'q deb turib yana Castle'ga borishga qaror qildim. Undan keyin borib bo'lgandan keyin esa o'zimga birinchi bo'lib ko'ringan boylik sharkerini sindirishni boshladim. Xavfsizroq bo'lib hammani ko'rib turishim uchun esa F5 ni bosib turib orqadan ko'rinadigan qildim. Oradan 5 soniya o'tar o'tmas undan keyin ikkitasi olmos setda qo'llamacha o'ynashni boshlashibdi. Uni ko'rib oldim. Undan keyin uni ko'rgan bittasi meni orqamdan qo'llamacha o'ynagisi kelib, orqamdan qulashni boshladi. Men ham nima qilaman deb turib qochishni boshlab ketdim. Xuddi nima qilading desa qochgan uchun deganidek. Ana bu boladan endi qochib qutulganimni bilaman. Oldimga qarasam shunaqa setlar yotibdi, lootlar yotibdi. Boshimga baxt tush kunibdi deb turib hammasini yig'ishtirib oldim. Keyin oldidan qarasam bitta nezerga spam bo'lib qoldi. Undan keyin nezerga bularni o'ldirib chiqayotganini men tushunib yetdim. Asalda olib turib sras tepaga ender pearlni otdimda sekingina jo'nab olishga harakat qildim. Va shunday qilishdan uddaladik. Mana o'sha bizda mana arvoh sferasi bor ekan. Bu normalniy narsa bu ham 5 uron beradi. Короче, undan tashqari zaykili setlar bor. Olmos shunga o'xshash qolgan madda juda narsalarimiz bor. Lekin mana bu sferani biz auksionga normalniy narxga qo'ysak bo'ladi. Undan oldin auksionda narxini tekshirib olsak, undan ham yaxshi bo'lib ketadi. O bitta qolgan sferalar bor. Shu bitta arvoh sferasi ham bor ekan 9 milliondan. Taxminan biz 8 millionlarga qo'ysak sotilib ketsa kerak. Xo'sh, bular joylab yana Castle'ga borib, Castle loot qilishni boshlaymiz. Lekin bu safar qo'limiz qichimasdan hech kim durmasligiga harakat qilib, faqatgina loot qilishga harakat qilamiz. Qani go. Castle'ga kelib indamasdan loot qilayotgan paytim bitta bola kelib qoldi. Keyin qilichimni qo'limga oldim, ruhini berib qochib ketaverdi. Undan keyin pastga qaraganimni bilaman bitta bolani ko'rib qoldim. Keyin kill kerak deb turib orqasidan lootlari bordir deb quladim. Undan keyin orqasidan xuddi subvasiya o'ynayotgandek borib qulashni boshladik. Undan keyin bu bola betqolni yuzga shekilli bilmayman, Muhammad lootlarni ko'rib qoldi oldidan. Sirazi men ham lootlarni oldim, qarasamki ular meni urishni boshlab yuboribdi. Undan keyin men ham shu sirli qilib turib, shunday sakrab turib Muhammad haykal pastiga chiqib oldim. Ishtonni kiyib oldik endi. U bola ham anoylardan emas ekan, meni spawnga jo'natib yubordi, o'zi ender pearlni otib. Endi esa biz yana Warp Castle'ga boramiz. O'yin qirollik qilib hech kimga xalaqit bermasdan o'tirganimda birdan Assalomu alaykum. Ko'rganimdan keyin men uzoqroqqa borib turib bu bratimizni chulkada sindirishini tomosha qilib o'tirdim. 2000 years later. Bundan keyin manga borsam siraz legendarniy mayin boshlanib ketgan ekan. Bu omad deb turib siraz narsalarni qazishga tushdim, lekin bitta narsa yo'q edi menda. Omad bor, hamma narsa bor. Lekin baribir internet yaxshi emas edi. Shuning uchun ancha-muncha olganimni bilaman. Undan keyin mayin birdaniga tugab qoldi. Qani bo'lmasa videoda o'tkazib yuboramiz. Shuncha mayin qilganlarimni yana ozgina mayin qilaman, undan keyin tugaydi. Yig'ilgan rudalar bayirga sotib yuboramiz. Masalan, bizga temirlar hozir umuman kerak emas, bizga faqatgina olmos bilan opit kerak. Xo'sh, endi craftdan opit craft qilishimiz kerak. Ancha-munchasini craft qilib turib, undan keyin sechib, kerak shunaqa qislarga set tayyorlaymiz. Undan keyin biroz o'tib ba'zan kiyganimni bilaman. Ba'zida shu ahvol bo'libdi.
Undan keyin esa men kayfiyat tushirmasdan o'zimni eski bazamga borib turib, opt sechish tayyorlab turib, bu yerda optlarni exit on qilib set tayyorlamoqchi bo'ldim. Shunaqa qildim ham. Plus mana bu yerda bossak, mana bu yerdan opt sechadi. Undan keyin biz mana bu yerdan shunchaki exitlarni on qilib tursa yetarli. Bu esa juda ham mazza. Exit sechib bo'lgandan keyin esa enchant qilishni boshlaymiz. Endi esa azoblanib yig'ilgan exitlarimizni hammasiga set yasash vaqti keldi. O'zimiz setimizni seçib turib, mana bu yerda sehrini ayirib, undan tashqari enchant qilishni boshlasa ham bo'ladi. Izmurtlar ham bor, albatta izmurtlardan ham osongina setlar yasab turib sehrlash mumkin. Bu degani ishni anchagina osonlashtiradi. Bola, endi bu yasagan bronzalarimizga menni qo'shib chiqamiz. Aytar joyiz nimagadir ba'zi narsalarda qo'yishda ana ikkida exit kerak emas bo'lib qolyapti. Izmurtdan yasalgan narsalarda emas, o'zi qo'lda enchant qilingan narsalarni ba'zilarini qo'shda exit kerak emas umuman. Bu yaxshi yoki yomonmi, bunisini bilmadim lekin. Mana setlarimiz tayyor bo'ldi. Endi sizlar uchun shulga yashirishga qaror qildim. Lekin bundan oldin sizlarga qilich ham yasab beraman. Birinchisida o'sha olov asuni tushdi bizga fire aspect. Buni biz sira olmasak bo'lmaydi. Bundan oldinga oshib qolgan darajalarimiz esa ishlatish vaqti keldi. Endi esa olov asuni olish. O'tkirlik va olov asuni. Shunaqa qilib biroz vaqtdan so'ng menda mana shunaqa qilich paydo bo'ldi. Lekin bunga menni ham qo'shim kerak. Lekin kimdir biror marta qilichni mening orqali ta'mirlaganmi? Kim ta'mirlagan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsin. Menimcha bunga hojat ham yo'q har safar. Xo'sh, bu yerdan o'zimizga kerakli narsalarni olamiz, to'g'ri kerakli. Hamma narsani yig'ib terib beraveraman xullas sizlarga. Xo'p, bo'pti. Qani bo'lmasa hamma narsamizni yig'ib olamiz. Auksiondan sulker olamiz, 2 dona. Endi esa buni mamutda chirib yotgan sandig'imizdan olib turib, ana shuni shalkerga aylantirish qoldi. Verstag tuşga bosib, sulker va tayyor. Endi esa buni ichiga yasagan yiqqan setlarimizni mana shularni hozir qo'yib solamiz. Hammasini chiroyli qilib teramiz, chunki biz bularni chiroyli bo'lishini xohlaymiz. Xo'sh, undan tashqari bekka mendinglar qo'shishga ham qaror qildim, chunki mendingda ham sotishlar yoki o'zinglar uchun ishlatishlar mumkin. Undan tashqari ko'p narsa zarar qilmaydi deb o'yladim. Xo'sh, asal tozalagich, undan tashqari muzlatuvchi shar, obada shunga o'xshash hokazo narsalar sizlar uchun beryapman. Xo'sh, asal tozalagich, ender pearl bekka asal tozalagich shuna qilib chachib turib, ana shalker tayyor. Mana kiruvchi bu shalkerimiz ichida. Xo'sh, shlyapa full Z5 set, undan tashqari qilich ham bor. Bir dona mening qo'limda oshib qoldi, buni sig'diramadim. Endi esa RTP Wordga borib turib, buni yashirishga navbat keldi. 3 2 1
koordinata chatda chiqdi. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Xuddi shu joydan qimirlamasdan turib, pastga qarab shalkerimni qo'ydim. Xo'sh, buni ichida mana shu ko'rgan hamma narsalar mana shu yerda. Shunchaki nezaret qilolmadim. Nezaret o'zingizlar qo'llasizlar. Narsasi qo'ydim men nezaret uchun ustun blok bilan qo'yamiz. Endi esa koordinata chatda ko'rishingiz mumkin. -674 124 ga -750 RTP o'rta aniq 2. Adashib yurmanglar. Xo'p, bo'pti bolalar. Video shu joyga ko'rgan bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin bolalar.